Carlo Ancelotti Realni tark etdi va kecha Bernabeu uni yuqori notada kuzatib qo'ydi. Baribir futbol olamidagi murabbiylar orasidagi katta shaxs juda ko'plab top klublarini shonli davrlarda ishlagan. Ko'pchilik Zidanni ketma-ket 3 marta chempionligini aytishi mumkin, lekin uni davridagi Realni bilamizda qanaqa bo'lganligini. Lekin mana bunda Ancelotti keksaygan paytida tizimi eskir deb turilgan paytda qaytib 3 yilda 2 marta chempionlikni qo'lga kiritayotganligi dahshat. Va bu qanaqa muvaffaqiyatlar. Vinidek tarbiyasi og'ir futbolchilarni ocha olganligi, Benzema uni davrida 2-yoshligini boshdan kechirganligi, ayniqsa 14-yilgi Chempionlar Ligasi g'alabasi ham boshqacha qadrlanadi. 12 yillik sog'inch Ronaldo uni davrida porlab ketganligi. Xullas juda ko'plab muvaffaqiyatlarga sababchi bo'ldi. Uning mana bu oxirgi mavsumdagi muvaffaqiyatsizligi uni darajasiga soya solmasligi kerak. Uni mana bu Realdan ketishi katta epoxa yakunlanganligiga ishora beryapti.